2026-yilning eng qaynoq smartfonlari Samsung Galaxy S26 Ultra va iPhone 17 Pro Max. Shu ikkala smartfondan qaysi biri kuchliroq? Samsung Galaxy S26 Ultra 6.9 dyuymli AMOLED ekran bilan juda katta va o'tkir tasvir yarata oladi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessor bilan alohida ajralib turadi. 17 Pro Max esa 48 megapikselli juda ham kuchli 3 ta kamera bilan jihozlangan. Apple A19 Pro chipi bilan esa mobil raketaga aylanadi smartfon. Batareya jihatidan bu yil Apple Samsungni ancha ortda qoldirdi. Ya'ni Samsung Galaxy S26 Ultra'da 5000 mAhli batareya mavjud. iPhone'da esa optimizatsiya bo'yicha kuchliroq, real ishlatishda ko'proq ushlab tura oladi. Asosiy elementlar shular bo'lganligi uchun qolgan narsalarni gapirish shart emas. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, iPhone 17 Pro Max hozirgi kunda 1500 dan 1600 dollargacha sotilyapti. S26 Ultra esa 1300 dollarda hozirgi kunda tashkil qilib turibdi. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan qiziqarli kontentlar hali oldinda.